Million jamoasi vakillari yana sahnadan o'z pozitsiyalarini egallashga allaqachon tayyorlar. Bugun yurtimizda O'zbekiston bo'ylab katta o'zgarishlar, yirik islohotlar ro'y berayotganini hech kim inkor eta olmasa kerak. So'z erkinligini ta'minlash borasida yurtimizning chekka viloyatlari, tumanlari, qishloqlarida aholining turmush tarzini yaxshilash borasida amalga oshirilayotgan ijobiy ishlar talaygina. Ammo odatga muvofiq million jamoasi vakillari guruchni emas, kurmakni muhokama etishni juda yaxshi ko'rishadi va kurmak haqida so'z yuritar ekanmiz. Guruch orasida uchrab turgani kabi mahalliy hokimiyatlar vakillari orasida xalqning byudjetdan ajratilgan mablag'larni yeydigan va o'z vazifasiga panja orasidan qaraydiganlar bugungi kunga kelib topilyapti va biz hozir ularning kirdikorlariga e'tiboringizni qaratish arafasidamiz. Milliondan siz uchun maxsus sovg'a. Qishloqda Million tepada yig'ilish. Ey, ota-onalar majlisi nima bo'lyapti-da? Ota-onalar majlisiga 3 ta ota, bitta ona kelmasa kerak. Va singlim, uyda erkak kishi yo'qmi? Yo'q. Bitta erkak kishi bo'lishi kerak. Zarur bo'lib qolsa qo'shnidan so'rab bermaysiz-ku. Deymiz. Agar rais bo'lib qolsangiz. Nasib. Aha, likillamang endi. Nima ko'ra olmayapsizmi? Majlis hozir. Tak, mahalladan kim kelgan? Men. Yaxshi, siz xotin-qizlardanmisiz? Yoshlar ittifoqidan. Xotin-qizlardan kim kelgan? Men kelganman. Sal g'alati emasmi? Normalni, ayol kishi boshqara olmaydi. Erkak kishi boshqarish kerak o'shancha. Bo'ldi. Sog'liqni saqlashdan kim kelgan? Tak, sog'liqni saqlashdan o'zini sog'lig'ini saqlamaganligi sababli kelolmadi. Madaniyatdan kim? Men. Bo'ldi, o'tiring. Tak, xalq shu yoqda sizlar hozir rais bo'y chiqib keladilar. Qachon kirib ketuvdilar? Eshitmadingiz? Bilmaymiz a? Hozir chiqib keladilar deyapman. Qarang, Rafiyaga tushibdilar sizlar. Ha, yaxshi chiqarlar o'sha. Mana bu yoqqa chiqib keladilar deyapman. Rais bu haqiqat yoki jasorat? Jasorat. Qachon haqiqat? Hech qachon. Xullas, men hozir tuman hokimi qilgan majlisdan kelyapman. Qanaqa bo'lardi u? Bitta odam zo'rlasa nima bo'ladi? Bu jinoyat-ku. Jinoyat. 10 ta odam zo'rlasa nima bo'ladi? Gurupovoy. Bitta odam 10 ta odam zo'rlasa nima bo'ladi? Mana shu tuman hokimi qilgan majlis bo'ladi. Bugun ertalabdan qishlog'imizga gaz keldi. Zo'r bo'pti bizga. Ey! Meni gazlash topqirib. Yo'q-e. Endi masalani gazlayman. Rais bu shunda tuman hokimi qilgan ish qilasizda, Yo'llarimiz dabdala. Yoshlarimiz buzilib ketyapti. Mahalla qancha qarayapti? Mahalla. Men bu kishiga qarab turdim. Yo'llarimiz dabdala. Unga yo'l qurilishi qarasan, Yoshlarimiz buzilib ketyapti. unga yoshlar ittifoqi qarasan. Sen nimaga qaraysan? Spravkani kim beradi? Kim beradi spravkani, ha? Spravka deganiga. Xalqdan murojaat bor edi. Qani turchi? Assalomu alaykum rais bova. Va alaykum assalom. Qachon spravka so'rab bo'lsak, bu yo'q majlislar. Ko'rib chiqing. Kechirasiz-ku, rais bu. Doim kechirgansiz-ku. Hozir ham majlisdamiz-ku. Hozir ham majlis o'tgandan keyin ko'rib chiqamiz, bo'ladimi? Faqat majlis kerak emas. O'tiring. Siz o'tirmang, hisobot bering. Hozir kunda ajralishlar soni keskin oshib ketayotganligi sababli uni oldini olish uchun 410 million so'm pul ajratilgan edi. Biz shu pulni oldik, o'sha qishloqlarga bordik, tushuntirishlar, davra suhbatlarini uyushtirdik o'sha oilalar bilan. Men xotinam bor edi o'sha yerda. Qildik hammasini, gaplashdik. Natija? Ularning qarori qat'iy ekan, palubom ajrashar ekan. 400 million nima bo'ldi? O'zingizni buyrug'ingiz bilan shotiringizni hisob raqamini zakizib oldik. Biz bilgandik, biz kutgandik mana shunday imkoniyatlar yaratilishini. O'tir. Rais bu. Dengi. Buni endi hammaga to'g'ri taqsimlab berish kerak-ku. Beva bechoralarga, yetim yesirlarga, to'g'rimi? Bo'ldi, o'zim taqsimlab beraman, sizga ruxsat. Endi eng qiziq joyi-ku. Bo'pti, hamma ko'rib tursa. Ma'mur
yetim yesirlarga. To'g'rimi? O'lman. Mana bu beva bechoralarga. Saxiy. Mana bu yo'l qurilishiga. Yashang. Yo'l ko'rinmay qolyaptimi deyman a? Tak. Yo'l qurilishini olib turamiz. Bu yo'ldan biz yurmaymiz u. Beva bechoralar yuradi. Yetim yesirlar yuradi. To'g'rimi? Mana bunisi sportga. Sportga buncha ko'p. Sportsmenlar yutib kelsa, yo'llar asfalt bo'ladimi? Kerak emas. Ana, to'g'ri bo'lindi. Men qarang, rais bu yetim yesirlar, beva bechoralar pulini yegan uyalmaysizmi? Ularniki tabarruk deb o'yladim-da. Bo'ldi. Buncha bu. Qaysi? Alo'chi. Qaysi? Mana bu. Qani? Mana. Sen ko'zing ko'rmi? Shvola yo'q bu yerda. Seni ko'zing ko'r. Mana buni olganda ko'zingni davolab kelgan. Pul qani? Qani turingchi? Nima bo'ldi? O'tgan hafta biz iqtidorli qizlarni yig'ib, qo'noq startlar Spartakiadasiga olib chiqdik. Spartakiada tumanda o'tkazildi. 5-o'rin olganimiz ko'rmay qoldim. Nimaga? Tumanda o'tkazildi. Menga tuman hech narsa ko'rinmadi. Ikkita qizimizni yo'qotib ham keldim hali. Nima deyman ular ota-onasi? Natija? Natija yaxshi bo'ldi menimcha, chunki menga qahramon ayol ko'krak nishonini tantanali ravishda topshirishdi. Rahmat. Faqat kichkinagina muammo. Qanaqa kichkina? Shu ko'krak nishonini taqaman desam tushib ketyapti. Sizni muammoingiz kichkina bo'lgani uchun tushib ketyapti. Agar muammoingiz kattaroq bo'lganda turgan bo'lardi. O'tiring. Madaniyat Turonina. Uzr, rais bu. Oy. Qichimami bu? Ya, Kamashkiyda. Nima bo'ldi? Nimaga qishloqqa svet o'chyapti? Xullas, qarochi, qishlog'imizga yangi transformator o'rnatdik-ku. Ana o'sha transformatorga qarg'alar uchib kelib, bir-bir bilan urishib zamakanya bo'lib o'chib qoldi. Bu bilarsa qildinglarmi? Qildik. Nima? Bitta odam oldik, ishchi o'rin yaratdik. Shunday transformator oldiga qo'yib qo'ydik, oldiga ko'pgina kessanglar to'plab. Nimaga? Ana o'sha kessang bilan kelgan qarg'ani uradi. O'tir joyingga. Rais bu. Ana u yanibda yordamchingiz bor-ku? Zamim. Hamma kirdikorlaringiz televizordan aytdi. Serios. Rasm. Biz bilgandik, biz kutgandik mana shunday imkoniyatlar yaratilishini. O'tiring. O'zi rais bilan zam chiqib turibdi. Yana bir yomon xabar. Qishlog'imizga koronavirus kelyapti. Serios. Yo'qsa mahallani boshiga beton qo'yamiz. Nima bo'lsa darrov meni boshimga. O'shanda o'tmaydi koronavirus. Beton qo'ysak bo'ldi, muammo hal. Qo'yil rais bu. Butun dunyo hal qila olmagan ishni siz bitta betoningiz bilan hal qilib qo'ydingiz aka. Mana shu karantindan foydalanib, yo'llarni asfalt qilib qo'ysak, nima Voy deysiz? ahmoq. Ko'chada hech kim yurmagandami? Bu mashinalar probka bo'lib turganda, odamlar siqilib tiqilinchda yurganda, yomg'ir yog'ayotganda, balchuvga botib asfalt qilayotganimizni xalq ko'rish kerak emasmi? O'shanda qilish kerak. To'g'ri, ahmoqman men kechiring. Yana kimdan qanaqa taklif bor? Mendan rais bu. Qarochi. Nima qilyapsan? Uzr, madaniyat xodimi sifatida qotqayishim. Uzr ming bor. Qarochi, karantin paytida hech kim ko'chaga chiqmagan payt, shunda benzin narxini shapata qilib tushirib yorsak, nima deysizlar? Yaxshi fikr. Ko'chada mashinalar yurmaganda tushiramiz-da. Yana ochilib mashinalar ko'payganda ko'tarib qo'yamiz. Ana. Zo'r. O'zim o'ylab topdim, o'zim. Voy, kimsan rais bilan fikrlar? Yo, sen kimsan rais bilan? Deb bo'lasan. Menda bir taklif bor. Xalqqa kerak narsalarni narxini tushiraylik. Misol uchun, go'shtni narxini tushiraylik, yog'ni narxini tushiraylik. Tushiramiz. Go'shtni narxi nima? Tonirovka narxini. Tonirovka kimga kerak? Uni tekin qilib qo'ying.
Uning ichida o'g'ri bo'lishi mumkin, terrorist bo'lishi mumkin. O'g'ri pulini to'lab yuraversinmi? Hey! Davlatga 12 million to'lagan odam davlatning dushmani bo'lmaydi, davlatning do'sti bo'ladi. To'g'ri. O'tir. Rais bu. Ha, Xalqni gapi bor ekan. marhamat. Eshitamiz. Rais bu endi qishlog'imizga gap yo'q. Tilingdan sani. Oting? Alisher. Mir Alisher Jonxo'ja Bek. Mir Alisher Jonxo'ja Bek. Shu bitta muammo bor-da. Muammo? Mir, Jon, Pon hammasini o'chir. Alisher o'zi Qosimda she'rni W yozib qo'ygan. Bo'l. Bo'l. Nima muammo? Shu qishlog'imizga bitta institut qursak. O? Yaxshi fikr. Qishloqda institut qurilsa, bahonadan o'zimiz ham o'qib olardik. Qattiq eshitgansan, oliy ma'lumotli rais. Oh, Assalomu alaykum muttaham rais. Ha? Muhtaram rais. Ha. ana. Siz aytgansiz, agar men rais bo'lsam degansiz, bo'sh ish o'rni yarataman degansiz. Bor-ku bo'sh ish o'rin. Bor-ku. Oling meni ishga. Ahmoq. Sani ishga olsam, u bo'sh ish o'rin bo'lmay qoladi-yu. Toshkentdan komissiya kelib so'rasa, qani bo'sh ish o'rin sani ko'rsatamanmi? U bombosh bo'lib turish kerak, bombosh. Qoyil. Omon bo'm rais bo'lsinlar. Rais bo'm omon bo'lsinlar demoqchi edi o'zimiz. O'tir. Assalomu alaykum rais buva. Va alaykum assalom. Men shu mahallaning bevasi bo'laman. Taniyman. Yaqindan taniyman. Murojaatim xotin-qizlarga. Turing, xotin-qizlar. Qarang, yaqinda shunday shamol bo'ldi-da, uyimizni o'chirib olib ketib qoldi. Rais buvadan boshqa hech kim xabar olgani yo'q. Ey. Sherda ishlayotgandim men ham. Nima deyapsiz siz? Tomiz ketganmiz. Ha? Tom ketgan, devor buzilgan, deraza singan, stol bog'lagan. Bildi. Rais bu, bitta narsaga aniqlik kiritaylik. Men buzilganlarga qaraymi yo xotin-qizlarga qaraymi? Siz xotin-qizlarga qarang. Bizilganlarni o'zimiz ta'minlab olamiz. Ta'mirlaymiz deng. Ha, ta'mirlaymiz. Assalomu alaykum rais bu. Men arzim bor. Uyimizda gaz yo'q. Menda bormi? Svet yo'q. Menda bormi? Lavz yo'q. Menda Ye. Shu necha yildan beri muammolar eshitasizlar, natija yo'q. Hey! Bizga muammoni eshitlaring deyishgan, hal qillaring deyishmagan. Yana shu. Navoda hal qillaring deysak, eshitib ko'ramiz. Norozimiz, necha yildan beri muammolar hal qilmaysizlar. Norozi bo'lmanglar, turlaring. Xalq ko'tarilyapti. Ana sehrli so'zlarimiz bor oxirga. Davay. Boshlayman. Avvalambor assalomu alaykum. Men madaniyat xodimi sifatida sizlardan uzr so'ramoqchiman. Nafaqat men, hattoki estradamizning yorqin yulduz uchun hamda Jahongir Otajonov uchun alohida uzr so'rayman. Men ham uzr so'rayman. Alisher kelganda majlisda o'qib qolganim uchun, spravka bermaganim uchun, Xo'tikvoy dumidan tortganim uchun, Xorazvoy patini yulganim uchun, keyin pistoletimdan boshqa no'xatni o'q ham otmayman. Meni kechiringlar, boshqa qilmayman. Bo'ldi, o'zi basin. Hurmatli xalq, sizlarning pulingizdan qurgan kichkina uchastkam uchun uzr so'rayman. Rais bu qanaqa kichkina? 1,5 gektar ha. Sen yengisini ko'rmadingmi? Yo'q. Yengisini oldi bu kichkina-yu. Tepadan xat ketdi. Qani o'qchi? Hozirgi lavozimda ishlayotgan rais o'z ishidan bo'shatilib, Nima deding? sansirama? O'qiyapman-ku. Hozirgi lavozimda ishlayotgan rais o'z ishidan bo'shatilib, tuman hokimi etib tayinlansin. Kechiring, men bor kechiring. Hozir sansiradingmi? O'zi shunday yozilgan. E'lon qiling. Bo'pti. Bularni ko'lini ko'tarish uchun qishloqda Navro'z bayramini uyushtirasizlar. Uyushtiramiz. Yaxshi xonandalardan chaqiringlar. Tushunarlimi? Nomer 1 dan. Ketdik. Xalqimizga